Xudo berganiniki 15ida bosh, Xudo urgandi bolasi 30ida yosh. O'rtoqlari oliy baholar bilan maktabni bitiradi, bola orqada. O'rtoqlari jamiyalarga kiradi, bola orqada. O'rtoqlari bir qandaydir bir mutaxassislik egasi bo'lib, biri vrachmidi, advokatmidi, yuristmidi yoki injener bo'ladi, bola orqada. Kim xato qilmaydi? Hech narsa qilmagan xato qilmaydi. Kim qoqilmaydi? Yurmayotgan odam qoqilmaydi. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Inshaalloh ko'rayotgan akalar, inshaalloh hech kimni farzandi bunday holatga tushmasin. Kelinglar hammamiz birimlikda bo'lib shu ukamiz sog'ayib ketish uchun harakatlar qilaylik. Alloh taolo barcha bemorlarga o'zi shifo bergan bo'lsin. Bugungi kunda ko'ryapsizlar, qancha bemorlar murojaatlar juda ko'payib ketyapti. Murojaatlar juda ko'p akalar. Faqat duo qilaylik. Allohdan ummatga bir yordam so'raylik. Shifo talab qilganlarga Allohdan shifo so'raylik. Ukamiz yana bir bor bizning efirimizda Assalomu alaykum rahmatulloh. Alloh taolaga maqtalo bo'lsin. Hurmatli akalar, ukalar, opa-singillar. Alloh sizlarni har bir yaxshi amalinglarni o'zi yaxshiliklar bilan siylagan bo'lsin. Yana bu Ali ukamiz yana bir bor video qilyapmiz. Bu ukamiz operatsiya bo'lish kerak edi. Bilasizlar, qancha mana video chiqargan bo'lsak 3-4 ta. Alhamdulillah bunga qancha aka-ukalarimiz o'z yordamlarini berdi. Mana alhamdulillah olib kelib berdik. Lekin bu ukamiz operatsiyalarga muhtoj. Ko'ryapsizlar, bu xonadon shunday bir muhtojlik uchun qayta video qilyapmiz. Hech qaysi insonni farzandi bunday holatga tushmasin. Hech qaysi insonni farzandi og'rimasin. Hurmatli akalar, bir musulmonni ustiga bir og'ir sinovlar kelgan bo'lsa, qarab turishligimiz yaxshi emas. Hech bo'lmasa duo qilaylik. Hech bo'lmasa videolarni tarqatishda bo'lsa ham yordam beraylik. Mumkinchiligingiz bo'lsa shu bolani sog'ayib ketishligi uchun, yana shunday bir hayotda yashab qolishi uchun har birimiz qo'limizdan kelgancha bir harakatlar qilaylik, hurmatli akalar. Bugun shu ukamiz mana Suzoq rayonida yashaydi. Holatlari shunday og'irligi uchun qayta videolar qilyapmiz. Qancha lichenalar olingan sari bu narsa o'rniga qaytmayapti. Faqatgina yo'li birgina operatsiya ekan. Shunga bir mumkinchilik bo'lganlar bo'lsa, mana bismillah 704 bilan 79 telefon nomerlarimiz, yana bir karta nomerlarini qo'yib boramiz. Shu oilalarning telefon nomerlarini qo'yib boramiz. Agar keluvchilar bo'lsa, mana bismillah bizlarga WhatsAppdan yozsanglar to'liq ma'lumotlarni tushuntiramiz. Videoga befarq bo'lmanglar akalar. Hech bo'lmasa tarqatishda bo'lsa ham yordam beringlar. Bugun imkoniyat bor. Ukamizning holatini ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kishi o'zini nuqsonli his qilishligi, o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qligi. Kichkinaligidan unga sen qorasan desa, shu qoraligidan bo'yni qisiq yashaydi. Shu kompleks. Bir odam qulog'i katta bo'lsa, seni qulog'ing katta da'ursa, mana shu qulog'ining kattaligidan xijolat bo'lib yashaydi. Xullas, bo'yimi, burnimi, shaklimi yoki bir boshqa bir o'ziga tegishli bir narsadan xijolat bo'lib yashashlik. Bugun inshaalloh mana shu bola o'zini o'zi nuqsonli his qilishi, boshqalardan kamdi, boshqalardan o'zini past qilish haqida suhbat qilamiz. Asarlarda keltiriladi, inson bolasi Allohning binosidir. Mana shu binoni vayron qilgan inson mal'un, la'natidir. Bola o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lishligi, bo'yni qisilib qolishligi, buni asosiy sababi otasi bo'ladi yoki unga tarbiya berayotgan murabbiysi bo'ladi. Mana shu kompleksni bo'lib qolishligi bolada.
farzandni xato ish qilgan paytda boshqalarning oldida urib so'kish, boshqalarning oldida tanqid qilish, ma'lumot qilishlik, boshqalarning oldida xijolat qilishlik. Shu narsa bolani qalbida mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallikning nomi o'zini nuqsonli his qilish deyiladi. Va mana shu kichkinaligida unga kirib qolgan, qalbiga joylashib qolgan bu shuur umrining oxirigacha u bilan birga bo'ladi. Boshqalarning oldida taqirlash, kamsitish, so'kish, haqorat qilish bolani asabi uchun, ruhoniyati uchun, psixikasi uchun juda bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolasi xato ish qilganda hammaning oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammaning oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti. O'zini noqis his qilishligining sabablari. Birinchidan, yoshligida ko'rgan tarbiya sababli bola mana shunday bo'lib qoladi. Muallimlar bor, juda ham qattiq qo'l bo'ladi, tili qattiq bo'ladi, eng yumshoq gapi eshak bo'ladi. Ikki gapirda eshak, sen odam bo'lmaysan, sen anaqa bo'lmaysan, bir ishda cho'ktirib turadi qalbini. Bu tinimsiz mana shunday bir qo'pollikka, taqirlashga, hammaning oldida bir so'kish eshitib ma'lumotlanishlikka duch kelayotgan bola o'ziga o'zi ishonmay qo'yadi. O'zini boshqalardek bir komil insondek his qilmay qo'yadi. O'zini qiymatini, qadrini bilmaydi. Biz bola xato qilmaydi deyotganimiz yo'q. Uni jazolash yoki tanbeh bermaslik kerak unga deyotganimiz yo'q. Bola bor, xato qiladi. Ash-sharofu mi'wanun deyiladi. Sharaf mana shu masalada ko'makchi bo'ladi. Ya'ni bir boladan xato sodir bo'lsa, uni darrov jazolab so'kib hammaning oldida yerga urishdan avval tushuntirib, agar muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, bolam, bu senga yarashmaydi. Sen falonchini bo'lasisan. Seni otang undoq odam edi. Sizlarda xonadoningizda bunaqa ish chiqishligi yarashmaydi deb turib, bu bolaga sharafli xonadon bolasi ekanligini eslatilsa, bola shu ishdan to'xtaydi. Qilayotgan xatosini takrorlamaydi. Usta muallim, mohir murabbiy mana shu shuurni bolani qalbiga joylay oladi. Mana shu shuur go'zal axloqli bo'lishlikka bolani yetaklaydi. Biz ota-bobolarimiz falonda odamlar bo'lganda faxrlanadi-yu, otalari bilan, bobolari bilan odamlar. Nasl nasabi bir oliy insonlar bo'lganligi eslatiladigan bo'lsa, shularga loyiq zurriyot bo'lishi uchun inson yaxshi tomonga yurishligi oson bo'ladi. Mohir murabbiy, hikmatli ota bolasini qalbiga mana shu narsani joylay oladi. Hurmat ko'rsatadi, bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Bizda qanaqa? Bir marta yolg'on gapirib qo'ysa, bo'ldi. Kim u? Yolg'onchi. Bir marta ukasini urib qo'ysa, jabbor. Singlisini qo'ldan biror narsani tortib olsa, zo'ravon. Biror narsani so'ramay olib qo'ygan bo'lsa, yosh bolalik qilib. Kim u? O'g'ri. Qoqilib qoladi mana shu narsa peshonasiga. Johil otalar mana shu nuqsonni, bola o'zini nuqsonli his qilishligini otalar farzandlarning qalbiga o'zi joylab qo'yadi, johil otalar. Va mana shu shuur qalbiga kirgandan keyin bu farzand komil inson bo'lishdan to'silib qoladi. 60 ga kiradi, 70 ga kiradi, lekin yoshligida mana shu qalbiga joylanib qolgan shuur u bilan birga ketadi. Umrini oxirigacha rangidan xijolat bo'lib yashaydi. Umrini oxirigacha quloqidan yoki ko'zidan bir qandaydir tashqi ko'rinishidagi o'zini nazarida nuqson deb qaralgan narsadan bo'ynini qisib yashaydi. Aytdik-ku, inson Allohning qurib qo'ygan binosi. Bir binoni Alloh taolo uzunroq qilib quribdi. Bir binoni kengroq qilibdi. Bir binoni nima deymiz? Sariq qilibdi, qora qilibdi. Bu Allohning ishi, birodarlar. Shuning uchun farzandlarimizni tug'ilgan paytda, es-hushi tanib qolgan paytda uni oqligi, qoraligi, uzun qisqaligi, burni quloqini gapirib turib masxara qilishlik aslida uni ustidan kulishlik emas. Uni shunday qilib yaratgan Xoliq ustidan kulishlik bo'lib qolmaydimi? Nauzubillah. Erkalatib aytamiz, qoravoy deb masalan. Mallavoy deb qo'yamiz. Shu narsa bolani ko'nglini cho'ktiradi. Boshqalarning oldida mana shu narsadan xijolat bo'lib turadi. Buni birovga ayta olmaydi. Joylandi, umrining oxirigacha ketadi. Bilasizlarmi?
podshohning bolasiga hazrati oliyalari deb muomala qilinadi. Shuning uchun hazrati oliyalaridek turadi. Asr tushib qolib, qatlga hukm qilinsa ham bo'ynini egmaydi u. Qanday ketadi u? Hazrat oliyalaridek ketadi, mana shunday ketadi. Chunki yoshligidan mana shu shuur, hurmat, izzat, e'tibor singdirilgan. Men podshohning bolasiman deb mana shunday katta bo'lgan. Demak, otalar o'zlari sindirib qo'yadi bolalarini. Birinchi xato mana shu bo'ldi. Ikkinchisi, bolani o'ziga o'zi ishonmay qo'yishligi, o'zini nuqsonli his qilishligining ikkinchi sababi, bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarning oldida, boshqa odamlarning oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. O'rtoqlarning oldida so'kib beramiz bolalarimizni. O'rtoqlarning oldida hurmatini yo'q qildik. Aka-ukasining oldida yerga urib beramiz. Aka-ukasining oldida bo'yni qisiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun hikmatli ota, hikmat egasi bo'lgan ota bolasidan xato sodir bo'lganda darrov so'kmaydi. Darrov so'kmaydi bolasini yoki nabirasini. Yolg'iz qolishini kutadi. Endi bunga nima kerak? Sabr qiladi. Hech kim yo'q joyga olib borib turib, pachag'ini chiqarib olsa ham-chi urib, bola xafa bo'lmaydi otadan. Otam zo'r deydi. Urdi bo'lmasa, zo'r deydi. Zato nima qilmadi? Birovlar oldida xijolat qilmadi deydi. Esimizdan chiqmasin, yosh boladan xato sodir bo'ladi. Xato ish qiladi, faqat biz uni o'rnida jazolashlikka shoshilmaydik. Farosatli ota o'zini bolasini karomatini saqlaydi. Katta kishining oldida behurmat qilmaydi. Endi so'kish, doim kaltaklash shunda ham o'zi salbiy ta'sir qiladi bolaga. Endi boshqalarning oldida urib bersangiz-chi? Boshqalar oldida so'kib bersangiz-chi? Qarindoshlar yig'ilib qolganda o'zingiz masxara qilib berib tursangiz-chi bolangizga? Qarindoshlarning oldiga kelgani xohlaydimi shu bola? Demak, kim aybdor ekan bu o'rinda? Otalar yoki murabbiylar. Farzandlarni o'zini otasini ustiga bo'lgan haqqi. Birinchi haqqi, birodarlar, Umar ibn Xattobning so'zi, farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligingiz. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu oldiga bir kishi o'zini farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ya Amiral Mu'minin" dedi. Otalarni farzandlarning ustida haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarning ustida haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey Amirul Mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas" dedi. "Meni onam zinji, ya'ni majusi bo'lgan. Ismimni esa Ju'l deb qo'ygan. Qo'ng'iz ati, hasharotning ati. Allohning kitobidan biron narsani o'rgatmagan" dedi. Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan dedi. Umar ibn Xattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lgan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat qilib kelsan-u, bolangga sen o'zing yomonlik qilib qo'ygan ekansan-u" dedi. Ya'ni birodar, sizni ustingizda farzandingiz haqqi shuki, hali bolangiz dunyo yuzini ko'rmasdan turib, unga ona bo'lishlikka pokiza ayolni tanlashligingiz kerak. Muslima, pokiza, iffatli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan pokiza ayolni tanlashlik kerak. Bu birinchi haqqi. Ikkinchi haqqi uni ismini chiroyli qo'yishlik. Shunday ismlar bor, aytib chaqirsangiz bola xijolat bo'ladi. Mana shu at yaxshi at emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlarga chiroyli ism qo'yishimizni buyurganlar. Chunki qiyomatda ana shu ismi bilan aytib chaqiriladi. Rasulullohning oldiga birorta odam kelsa,
Ha, ismini so'radi payg'ambarimiz. Isming nima? Ismim falondaqa. Yo'q, seni isming yaxshi emas ekan. Bugundan boshlab isming falondaqa. Darrov payg'ambarimiz almashtirib qo'yardi. Bir kishi keldi, isming nima dedi? Payg'ambarimiz u kishi Zaydul Xoyl dedi. La, Zaydul Xoyl. Yo'q, sen Zaydul Xoyrsan deb payg'ambarimiz almashtirdi. Umar ibn Xattob aytdi, u senga oq bo'lishdan avval sen unga oq bo'libsan, u senga yomonlik qilishdan oldin sen unga yomonlik qilib bo'libsan. Bir kishi o'zini o'g'liga sen cho'rini bolasi bo'lib turib menga gap qaytarasanmi dedi. Bu bola shu otani cho'ridan bo'lgan farzandi edi. Cho'ridan bo'lgan farzand ham otani farzandi. Shunda bola otasiga aytdi, "Ey ota" dedi. "Vallohi onam cho'ri bo'lsa ham sizdan yaxshiroq ekan baribir" dedi. Otani achchig'i kelib, "Qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi? Axir men ozod odam bo'lsam, onang qul bo'lsa, cho'ri bo'lsa, qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi?" Bola aytdi, "Chunki meni onam ixtiyorni chiroyli qilgan ekan. Meni xur insondan tuqqan ekan. Siz esa yomon ixtiyor qilibsiz. Meni cho'ridan dunyoga kelishimni xohlabsiz" dedi. Ota tanlashda onam to'g'ri ish qilgan ekan, lekin ona tanlashda siz menga yaxshi ish qilmagan ekansiz. Onam cho'ri bo'lsa ham sizdan afzal ekan degan ekan. Demak, farzandni o'zini otasidagi haqlari bu pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligi, chiroyli ism qo'yishi va dinni o'rgatishi. Dinni o'rgatishi. Mana shu uchala haqqini bajarsangiz, farzand sifatida otani haqqini chiroyli ado qiladi. Qaytarib aytaman. Pokiza ayolni tanladingiz. 1. Chiroyli ism qo'ydingiz. 2. Agar uchinchisi bo'lmasa haqqingizni bajarmaydi. Uchinchi haqqini bermasangiz, Allohni tanitmasangiz, sizni haqqingizni bermaydi. Chunki sizni kimligingizni ham tanimaydi-da unda. Robbisini tanimaganidan keyin. Bolani topib o'zini holiga tashab qo'ygan otalar bor. Tarbiya bermaydi, shug'ullanmaydi, mehnat qilmaydi, lekin farzandining komil inson bo'lishini xohlaydi. Qoida bolaga hech narsani ta'lim bermasdan turib, xato qilib qo'ysa, jazolashlik noto'g'ri. Qaytaramiz. Bolaga hech narsani o'rgatmasdan turib, bola bilmasdan bir xatoga yo'l qo'ysa, jazolashligingiz noto'g'ri. Endi hech narsani o'rgatmadingiz, xato sodir bo'lgandan keyin gumratni urib qoldingiz. Bu siz tomonidan yaxshi ish bo'lmadi. O'rgatish kerak. Bolam unday qil, bolam bunday qilma. Masalan, o'rgatganingizdan keyin bir xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bir marta, ikki marta ogohlantirasiz, keyin jazo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir yosh yigit ovqatlanib o'tirgan edi. Ovqat yeyishlikda xatoga yo'l qo'yayotdi. Rasululloh aytdilar: "Ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bola, bismillah de. O'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye. Ta'limmi shu? Ta'lim. Shundan keyin ham agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, chora ko'rish mumkin. Bir odam chop qo'li bilan yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'ling bilan ye dedi. Ya Rasululloh, yeyolmayman dedi. O'ng qo'ling bilan ye dedi. Yeyolmayman dedi, yeyolmagin dedi payg'ambarimiz. Shu odam umrining oxirigacha o'ng qo'li bilan ovqat yeyolmasdan o'tib ketgan. Darrov payg'ambarimiz uni yeyolmagin demayapti. Aytayapti, o'ng qo'ling bilan yegin. Shu sunnat, shu to'g'ri bo'ladi, shu Allohga mahbub bo'ladi desa, yeyolmayman deyapti. Unda yeyolmagin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Jami' Sahihdan, "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal muannifi." Muallim o'rgatuvchi. Odam qattiqqo'l, qo'pol, shafqatsizlik qiladigan odamdan yaxshiroq. Xato qildi, urib tarbiyalash mumkin. Xato qildi, tushuntirib tarbiyalash mumkin. Urib tarbiya qilishliknigina o'zini ishlatadigan odam yaxshi odam bo'lmaydi.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Mana xato sodir bo'ldi. Kimga aytyapti bu gapni? Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Habibul Haq, rahmatan lil alamin bo'lgan, Allohning insoniyatga rahmati bo'lgan zotga kelib, ruxsat bering, men zino qilaveray deyapti. Yuziga bir shapaloq urib, nima deyapsan? Menga shuna deysanmi? To'roningdan men kimman bilasanmi deb turib payg'ambarimiz jerkib berdimi? Yonboshdagi sahobalarchi jirkishivordi. Nima deyapsan deyishdi. Ammo payg'ambarimiz nima ish tutdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini yaxshi o'rganishimiz kerak. Zinoga ruxsat bering deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari hammasini jahli chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu hadis Imom Ahmaddan Abu Umoma Bohiriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Fata min Quraysh ata an-nabiy sallallohu alayhi vasallam faqal ya Rasululloh i'zan li fi zina. Qurayshlik bir yigit kelib payg'ambarimizga ya Rasululloh menga zino qilishga ruxsat bering dedi. Ahmoliy desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kaltafahmli desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kimga aytyapti bu so'zini? Muhammad alayhisalomga. Odamlar jirkib berishdi. Payg'ambarimiz yaqinroq keldi. Qola. Atuhibbu li ummika. Onangga ravo ko'rasanmi zinoni dedi payg'ambarimiz. Qola la vallohi ja'alani Allohu fidaka. Ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin sizga ya Rasululloh, xolamayman dedi. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Odamlar ham xuddi shunga o'xshagandek onalariga zinoni ravo ko'rmaydi. So'ngra aytdilar: "Afatuhibbuhu li ibnatika?" Qizing uchun ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Odamlar ham qizlarga ravo ko'rmaydi dedi. "Atuhibbuhu li ukhtika?" Opa-singlingga ravo ko'rasanmi zinoni dedi. Yigit yo'q, Allohga qasam dedi. Odamlar ham opa-singillarga ravo ko'rmaydi bu narsani dedi. "Atuhibbuhu li ammatika?" Ammenga ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Rasululloh odamlar ham ammalariga ravo ko'rmaydi dedi. Atuhibbuhu li xolatika? Xolingga ravo ko'rasanmi zinoni? Yo'q dedi. Odamlar ham xolalar uchun ravo ko'rmaydi dedi. Ta'limni ko'ryapsizmi? Bitta-bittadan aytyapti. Mo'min kim edi? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rgan kishi edi. Ravo ko'rasanmi o'zingga? Yo'q, ravo ko'rmayman. Demak, boshqalar ham ravo ko'rmaydi bu narsani. Ta'limni qarang. Ta'limni qarang. Qala fawada'a yadahu alayhi va qala Allohumma ighfir dhanba va tahhir qalba va hassin farja. So'ngra payg'ambarimiz o'zining muborak qo'llarini shu yigitning ko'ksiga qo'yib turib duo qildi. Parvardigor, uni gunohini kechirgin, qalbini poklagin va farjini saqlagin. Qala falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay'in. Mana shu duodan keyin yigit hech narsaga qaramaydigan bo'lib qoldi. Zinodan bo'lgan biror narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi. Ana birodarlar, uslub. Ana birodarlar, ta'lim. Payg'ambarimiz oldidan turib chiqib ketayotganda bu yigit uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tortamiz shart. Tars etkizib turib aqli yetmagan yosh bola otasidan so'radi. Osmonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Yerni kim yaratgan ota? Alloh yaratgan. Allohni kim yaratgan dedi. Tarsaki bilan qo'ydi-da, "Hey, ahmoq, kofir bo'lding" dedi. To'g'rimi shu? To'g'rimi shu? Bu taqvodor otada bu. Birodarlar, Alloh taolo xoliq, yaratuvchi. Bu kichkina bola aqli yetmasdan so'rab qo'ygani bilan Alloh taolodan xoliq degan sifat tushib qolmaydi. Chiroyli yo'l bilan bolasiga tushuntirishlik kerak. Bola nimaga so'rayapti? Shu narsani bilmas ekan, bilmoqchi-da. Har so'raganda tarsaki yo'ursa nima qiladi oxiri? Qo'y deydi. Qo'y deydi, nima qilaman? Va dadam so'kib beradi deydi. Urushib beradi. Undan ko'ra indamay yuraveray deydi. Dunyoni siz orqali tanimoqchi bo'lyapti. Siz bir deraza edingiz bola uchun. Dunyoni ko'ray deb siz ochay deb bo'lsa shay yopyapsiz. Siz o'zingizni bolangizga ta'lim bergani toqatingiz yetmayapti. Qayoqdan u bog'cha opasi ta'lim bersin?
30 ta bolaga. Endi bola bog'chalarda ayblamoqchi emasman. Faqat e'tibor beringlar. Bir dona bolangizga, bir dona o'g'lingizga, qizingizga sizni toqatingiz yetmayapti. O'zingizni bolangiz pushti kamaringiz. Endi qara 30 ta bolaga siz xohlagandek ta'lim bersin. Bola o'zi aytayotgan so'zini ma'nosini bilmasligi mumkin. Shuning uchun uni jazolamaslik kerak, so'zini ma'nosini bildirishlik kerak. Bu ham bitta qoida. Bu ham bitta qoida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida tuyasini yo'qotib qo'ygan kishining qissasi keladi. Ko'pchiligimiz xabarimiz bor. Bir kishi sahroga chiqdi, tuyasining ustiga hamma oziq-ovqatini ortib olgan. Tuya qo'lidan chiqib ketdi. Suvi ham, ovqati ham, kiyim-kechagi hamma yo'q tuyaning ustida quvaladi, yeta olmadi, qochib ketdi. Sahroda o'rtasida na ovqati bor, na suvi bor, qoldi. O'lishi aniq. Taqdirga tan berib yotdi, uxlab qoldi. Bir vaqtdan keyin uyg'onib ko'zini ochib qarasa, tuya turibdi ustida. Shart turdida tuyani ipidan mahkam tutib, xursand bo'lganidan, "Ya Robbi, ana robbuka va anta abdi." Ey Robbim dedi shoshilib, xursand bo'lib, "Men seni Robbingman, sen mening bandamsan" deyordi. Kufr kalimasini aytdi. Lekin qasddan aytdimi? Payg'ambarimiz bu odam kofir bo'ldi dedimi shu hadisni aytib turib? Yo'q. Nima dedi? Anavi badaviy tuyasi sababli xursand bo'lganidan ko'ra Alloh taolo bandasining tavbasidan ko'proq xursand bo'ladi dedi. Demak, shu gapni gapirib qo'yib turib kofir bo'lmabdi u. Chunki bilmasdan shoshilib adashib aytib yordi. Shuning uchun bolalarimizdan biror bir adashib so'z chiqib kelsa darrov jazolamaylik, tushuntiraylik. Qorilardan biri chiroyli qilib Qur'onni o'qib berdi. Juda ham chiroyli Qur'on o'qidi, bir solih odam. Bir odam uni qiroatini yaxshi ko'rib, haligini bir solih odam sanab oldiga kelib nima dedi? Men dedi qoriga qarab, solih kishilarni yaxshi ko'raman. Men solih kishilarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emassiz deyordi. Haligi qori so'kib yonidan haydab yubordi. Bu unaqa demoqchi emas edi. Men solih insonlarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emasman demoqchi edi. O'zini aytmoqchi edi, ulardan emasman demoqchi edi, lekin ulardan emassiz deyordi. Haydab soldi. Shuning uchun istibyon qilishlik kerak, tushuntirib berishlik kerak. Savol so'radi. Allohni kim yaratgan deb. O'zi savol so'rayotgani sizdan bo'lingiz. Yaxshilikning belgisi birodar. Savol so'rayotgani yaxshilikning belgisi. Sababi siz bilan bolaning o'rtasida devor yo'q hali. U dadil kelib sizdan so'ra olyapti. Sizga qalbini ochyapti. Yozing meni qalbimga deyapti. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini. Agar siz yozmasangiz ko'chadan yozib oladi. Savol so'rayotgani yaxshi. Ammo savolga qo'pol javob berib, dag'al javob berishni yodigan bo'lsangiz, ilmdan to'sib qo'yasiz. Bir marta savol ber, noma'qul, mantiqsiz, bema'ni soldingiz betiga. Yana bir marta adashuvdi, tepdingiz. Qo'y deydi, so'ramay qo'yaveradi. Shu bilan qalbini siz uchun yopib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga murojaat qilamiz. Bir arobiy aytadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qir ekanman, bir kishi namozda aksi urdi. Tushkurib yubordi. Bu hadis Jami' Sag'irdan Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Haliginga qarab, yarhamukalloh deb qo'ydi. Sahobalar hammasi shuni o'qirishdi. Ular ham namozda. Nima menga qarashasan dedi. Qurib ketganlar, men bilan ishlaring nima dedi. Arobiy. Sahobalar oyoqlarini urib qolishdi. Bu sahro aytadi, ular meni jimitmoqchi bo'layotganligini tushundimda, jim bo'ldim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini tugatgandan keyin meni chaqirdi. Ota-onam u zotga fido bo'lsin. U zotdan avval ham, u zotdan keyin ham mehribonroq, go'zalroq muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam, so'kmadi ham meni. Urushmadi ham, jerkiyamadi ham. Nima dedi? Qala inna hadhihi as-salah
la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Bu namoz. Unda odamlarning so'zidan birontasini gapirib bo'lmaydi. Innama hiya tasbih va takbir va qiraatul Qur'an. Albatta namoz u tasbih, takbir va Qur'on tilovati dedi. Ana ta'lim birodarlar. Ana ta'lim. Undan ham mashhur qissa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidiga kirib bir arobiy devorga siydi, bavul qildi. Masjidga kirib devoriga siydi. Biz nima qilardik? Agar bizni masjidimizga kelib birov shunday hammaga ko'rsatib turib devorga qarab siyib qolsa. Xuddi shu ishni sahobalar ham qilishdi. Yoqasidan olib qolishdi hammasi. Sahobalar o'zlaridan talab qiladigan odobni talab qilishdi. Vaholanki sahroyi u uchun bu narsa oddiy narsa. Tarbiya ko'rmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tek qo'ylar siyvasin dedi. Chunki buni ayb deb bilmayapti-da u. Bizni yosh bolalarimiz ham bilmaydi buni aybligini. Siy bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir paqir suv bilan yuvoringlar dedi. Haligi arobiy shunday: "Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizma" deb duo qildi. Har bitta ishimizda siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan muomalasini qarang. Chunki bilmaydi bu. Bilmaydi bu. Demak, avf qilinadi. Masjidga siyayotgan bo'lsa ham avf qilinadi. Endi o'zingizni bolangizni avf qilishlikka quvvatingiz yetmaydimi? Allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal muannif. Muallim ta'lim beradigan odam, qattiqqo'llik, shafqatsizlik qiladigan odamdan afzal. So'kib urgandan ko'ra bolani mana shu xato qilganda tushuntirib qo'ygan odam afzalroq bo'ladi. Ta'limda qattiqqo'llikdan ko'ra rahm shafqat ko'rsatib qo'yishlik to'g'riroq bo'ladi. 40 ga kirgan odam aytayapti. 15 yashar paytimda bir ish qilganman. Otam mana shu ishimdan keyin menga shunday bir muomala qildi, o'lgunimcha unutmayman dedi. 15 ga kirgan bola dadasining mashinasini minib, olib chiqib ketib, avariya qilib yuboradi. Uch kungacha uyga kela olmay yuradi. Qayoqqa boradi? Oxiri keladi. Qo'rqib, xavotir bilan aybi bo'ynida, xatosini tushunib, bo'ynini qisib uyga keluvdi, otasi so'hmadi ham. Urushmadi ham. Buni o'rniga aytdiki, "Bolam, g'am qilma, sotib yubordim mashinani, xijolat olma" dedi. Bilasizmi? Qalbiga qanaqa ta'sir qiladi. Nimani kutgan edi? Baqirish kerak edi, so'kish kerak edi, urush kerak edi, uydan haydab chiqarib yuborish kerak edi. Lekin ota buni aksini qildi. Yumshoqlik qildi. Mana shu qilgan ishi bu yigitni 25 yildan keyin ham 40 yashar paytida ham qalbini mashaqqatida turibdi. Va mana shu otasini qilgan ishi tufayli bola otasiga shunaqa mehribon farzand bo'ldi, o'lgunicha otasini xizmatida turdi. Shuning uchun birodarlar, urib jazolashlik hammaning qo'lidan keladi. Jahlingiz kelgan paytda sochib olishlik. Ammo avf qilib, tushuntirib, kechirib qo'yishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Bugun sizlar bilan suhbat qilgan mavzuimiz bola o'zini o'zi nuqsonli deb bilishligi, bo'yni qisiq bo'lishligi, boshqalarda oldida o'zini ojiz, noqis deb his qilishligi. Mana shu haqida suhbat qildik. Va otalar bo'ladi, oilada yumshoq muomala qiladi. Halim bo'ladi, muloyim bo'ladi. Bunday xonadonda ota ozgina qilgan harakati bilan bir katta natijalarga erishadi. Yana shunday bir xonadonlar bor. Bu xonadonning otasi badjahl bo'ladi, doim baqir-chaqir qiladi, so'kadi, urushadi, janjal bo'ladi, go'yoki bu jahannamning bir parchasiga o'xshaydi bu uy. Bir yigit kelib zino qilishga ruxsat so'radi. Yana bir kishi namozda turib gapirdi. Bunga guvoh bo'lgan odamlar hammasi o'kala odamni shu qilgan beadabligi uchun bir ta'zirini berishlikka urinishdi, lekin payg'ambarimiz halimligi bilan, yumshoqligi bilan, sabr bilan ikkalasiga chiroyli bir suratda ta'lim berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan kimlar yashagan bir zamonda? Sahroiylar, ta'lim tarbiyadan bexabar, unaqa bir sahroda bir o'sib qolgan odamlar Rasululloh sabr qildi ularga. Katta kishi masjidga kirib bavul qilishligi. Inson aqli qabul qilmaydi bu narsani.
Birodarlar, dinimiz yengillik dini, og'irlik dini emas. Arabiyun bala fil masjidi fasara an-nasu ilayhi liyamna'uhu. Bu hadis Imom Buxoriyda keltirilgan, Abu Hurayra roziyallohu anhudan. Bir arobiy masjidga kirib bavul qildi. Odamlar uni to'xtatish uchun o'rnlaridan qo'zg'alishdilar. Qala lahum Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'uhu ahriqu ala bawlihi dhanuban mimma fa innama bu'istum muyassirin va lam tub'asu mu'assirin. Rasululloh tinch qo'ylar uni dedi. Uni bavulini bo'lmanglar dedi. Ya'ni siyvolaversin dedi. Ana shu bavulning ustiga suv oqizinglar. Albatta sizlar yengillatuvchi qilib yuborildinglar, og'irlashtiruvchi qilib emas. Din, birodarlar, yengillik, mashaqqat emas. Qiynamanglar dedi. Qarang, bu odam agar shu bavulini to'xtatsa, oxirigacha yetkazmasdan, unga bir kasallik yetadi. Payg'ambarimiz tek qo'yinglar deyapti. Hamma uni qilgan ishini xatoligini bilib, ko'rib, uni bo'g'ib qo'ymoqchi. Ammo payg'ambarimiz u bilmasdan qilayotganligini tushunganligidan, hikmatidan tek qo'yinglar dedi. Undan tashqari, agar buni to'xtatamiz deb tursa, haligi siygan holda qochadi. Bavuli har yerga yayiladi. Uni o'rniga bir yo'lga bavul qilsin, bavuli bir yerda bo'ladi, uni yuvib tozalashga nima bo'ladi? Oson bo'ladi. Shuning uchun mana shunday bir masjid qavmi uchun, ular namoz o'qiydigan, dars eshitadigan bu masjidga kirib bavul qilishlik bu qavm uchun juda katta haqorat. Masjid qavmi uchun bundan katta haqorat bo'lmaydi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmat bilan, yumshoqlik bilan buni tarbiya qildi va nima deb duo qilganini bildinglar. Bavulini tugatib, ishtonini baylab, "Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmagin jannatga" dedi. Demak, muloyimlik, lutf, sabr bilan tarbiya qilinadi farzandlar. Rasulullohni mana shu muloyimlik qilgan, yumshoqlik qilgan, lutf ko'rsatgan o'rinlardan yana bitta misol. Kunlarning birida bir to'p ashablari bilan Rasululloh o'tirib tuya go'shtini yeyishdi. Shu yeb o'tirganda bittasidan yel keldi. Kim o'zirding demadi payg'ambarimiz. Bizda darrov hammamiz qarab xijolat qilib tashlaymiz u. Biz huzurlanamiz birodar xijolat bo'lganidan. Betini qizartirgani, bir uyatga qolganidan maza qilamiz biz. Rasululloh nima qildilar? Kullu man akala lahma jazurin falyatawadda. Go'sht yeb bo'lganishga yeb bo'lishganlardan keyin kim dedi, shu tuyani go'shtidan yegan bo'lsa turib tahorat qilsin dedi. Sahobalar hammamiz yedik, ya Rasululloh dedi, hammanglar tahorat qilinglar dedi. Boyagi odamni xijolatga qo'ymadi. Boyagi odamni harajga qo'ymadi. Allohning rahmati bo'lsin payg'ambarimizga, birodarlar. O'rganmaymizmi? Biz agar mabodo hech kim sezmay qolgan bo'lsa, nima qilamiz? Chaqirib yurib aytamiz, "Mana qildi, mana qilib qildi." Shuning uchun birodarlar, musulmon odam yumshoq tabiatli bo'lishi kerak. Muloyim bo'ladi, shirin so'zli bo'ladi, mushkulalarni hal qilib olishligi oson bo'ladi. Endi hammamiz ham jahlimiz chiqadi, hammamiz ham odammiz. Odam bo'lganingizdan keyin jahli chiqadi, peli tutadi, bor hammamizda. Ammo imkon qadar bolalarni tarbiyasida mana shu g'azabni yutishligimiz kerak bo'ladi. Bir kishi 10 ga kirgan bolasini tabibning oldiga olib bordi. Tabib bolani ko'rishligi uchun otasining oldiga yechintirdi. Yechintirdi, hali bola bavul qilardi, siyvardi. Tabib ustiga siydiga tegdi. Otani holini tasavvur qiling. Yer yorilsa, kirib ketsa. Shunda tabib nima dedi? Xijolat bo'lmang dedi. Bunaqa ish bo'lib turadi, ishimiz shunaqa, o'rganib ketganmiz dedi. Otani xijolatchilikdan chiqarib qo'ydi. Qani odamsiz, odam-podam boqmabsiz, ustimga ham siyvoradi, men chiq tashqariga demadi. Bu yana aylanib kelib turib musulmon odamga yarashadigan halimlik, yumshoqlik. Muloyimlik, yumshoqlik tarbiyada. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy va Muslimdan keltirilgan hadis, Oysha onamiz roziyallohu anhodan. Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Albatta Alloh taolo dedi payg'ambarimiz, muloyimdir.
yumshoq, kechirimlidir. Har bir ishda muloyimligini yaxshi ko'radi. Muloyimlik qaysi ishda bo'lsa, shu ish chiroyli bo'ladi. Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu. Muloyimlik, halimlik qaysi ishda bor bo'lsa, mana shu ishni chiroyli qiladi. Qaysi ishda yumshoqlik, muloyimlik bo'lmasa, bu xunuk bo'ladi bu ish. Boshqa hadisda aytadilar payg'ambarimiz Jarir ibn Abdullohdan, Imom Muslimdan keltirilgan. Man yuhram ar-rifqa yuhramil khayra kulla. Kim muloyimlikdan mahrum bo'lgan bo'lsa, hamma yaxshilikdan mahrum bo'ldi. Dag'al, qo'pol odamda yaxshilik bo'lmaydi. Chunki eng katta yaxshilik bo'lgan muloyim yumshoqlikdan mahrum bo'ldi bu inson. Biz farzandlar tarbiyasi haqida gapiryapmiz. Biz o'zimizni kelajagimiz haqida gapiryapmiz. Biz juda ham baland imorat qurishi haqida gapiryapmiz. Bunaqa baland imorat qilishingiz uchun birodarlar katta sabr kerak bo'ladi. Jahli chiqqan paytda bolangiz qilgan xatosi uchun so'kib qo'yish, urib qo'yish oson va sizga yoqimli bu. Ichingizdagi zaharni chachib oldingiz, bo'shadingiz. Ammo bolaga qanaqa ta'sir qiladi? Shuning uchun ta'lim uchun birodarlar mehnat kerak, sabr kerak, qanoat kerak. Ba'zida endi har qanday boladan ham xato o'tadi. Otalar bo'ladi, uradi. O'zi asli urishlikdan avval ta'lim berganmisan degan savolda o'tgan safar hal qildik. Avval o'rgat, ogohlantir, shunda ham xato qilsa, shunda jazola. Endi avval o'rgatmaydi, tushuntirmaydi, xato sodir bo'lganda uradida, nima uchun urganligini ham aytmaydi. Kaltaydi, qolaveradi. Biz bolani ko'ngli cho'kishligi, o'zini nuqsonli his qilishi, boshqalardan men kamman degan shuurni paydo bo'lish sabablarini ko'ryapmiz. Bolani o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lib qolishligi, o'zini noqis his qilishi, boshqalardan kam deb bilishligini sabablaridan yana bittasi uni hamma sharoitini mukammal muhayyo qilib berishlik. Nimani so'rasa qilib beriladi, nima talab qilsa bajariladi. Oppo'g'oyim bo'lib qolgan. Hech qanday yelkasida mas'uliyati yo'q. Hamma ish otaning zimmasida. Hamma yo'g'ini siz qilib beraversangiz, kattaroq bo'lib qolgan paytda bir ish qilgani o'ziga ishonmay qo'yadi. Masalan, hech bo'lmasa Svetni kvitantsiyasini qo'liga berib, bo'lib to'lab kel desa, uddasidan o'tadimi 10 yoshar bola? Pulni ishonib bo'lmaydi, domlar. Yoki bo'lmasam ertalabda bir 4 ta issiq non olib kelishga, "Men bolam, birinchi sinfda o'qiydigan, bor, non olib kel" desa, borib olib keladida, shu ishni bajarganligiga o'zi quvonadi va o'ziga ishonchi ortadi. Men ham boshqalardaqa odam ekanman degan narsa bo'ladi. Qo'y, bu iplolmaydi, bor, akangga ber. Qo'y, bu yana naqasini olib keladi. O'tgan safar aytdik-ku, bola loy bo'lsa, otangni kulol. Bu loy nima narsa yasashi mumkin bundan. Yoki hech narsa yasamasligi mumkin. Qo'rqoq, jur'atsizmi? Bunga siz o'zingiz aybdorsiz. Bolani yana shu kasalga chalinib qolishligining sabablaridan bittasi ota-ona farzandini oshiqcha yaxshi ko'rib erkalatishi. Po'palashi oshiqcha. Shu ham bolani o'ziga ishonchini yo'q qilib qo'yadigan omillardan. Qurbon haytamada yoki bir aqiqa munosabati bilanmi bir jonivorni so'ydingiz, go'shini 3-4 ta xaltaga soldingiz, bering qo'liga. 10 yoshar, 7 yoshar bor eplaydi, olib bor, tarqatib kel qo'shnilarga. Tarqatib kelgandan keyin bilasizmi, katta odamdaqa kirib keladi. O'ziga ishonchi ortdi. Ya'ni menga shu go'shtni ishonib berishdi. Olib borib beradida, so'rang. Berib keldingizmi o'g'lim? Qanaqa qilib berdingiz? Gapiga quloq solib qo'yingda o'ziga ishonchi ortadi. Keyin safar bir ishni buyursa, dadil chiqib ketadi. Yoshligida yetim qolgan bolani ko'rganmisizlar? Sharoitning og'irligidan, hayot majbur qilganidan ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. O'ziga ishonchi ertaroq paydo bo'lgan qalbida. Chunki ukalarini, onasini bir mushkulasini hal qilish uchun, yegani bir ovqat topib kelish uchun ertaroq katta bo'lishga majbur bo'lgan. Ertaroq o'ziga bo'lgan ishonchi paydo bo'lgan. Ammo ota-onasi bor bo'lganlar, taltaytirib boqilganlar 40 ga kirganda ham o'sha otasining enasining xonasidan chiqa olmaydi.
Xudo berganiniki 15-ida bosh, Xudo urgandi bolasi 30-da yosh. Nimaga 30-da ham yosh? Chunki o'sha kichkinaligidan bu bolani o'zini ishonchini ziyoda qilib katta qilinmagan. Bola o'zini nuqsonli his qilishligi, o'zini boshqalardan kam deb his qilishining sabablarini ko'ryapmiz. Shulardan bittasi ota-ona oshiqcha po'palashib bolasini. Bolasiga biror narsani ishonib topshirmasligi. Masalan, bir odam bolasini uylaydi, qo'liga pul bersa, borib bozor qilib kela olmaydi uyga. Nimaga desa, uylanguchi bo'lgan hayotida bir marta shu ishni qilmagan. Yoki qizini turmushga berishdan oldin ona ta'lim tarbiyani o'rgatmagan, ovqat pishirish, non yopishni, uy tutishlikni erga bergandan keyin qiylanib qoladi. Ertaroq boshlashlik kerak. Bolalarni odam qatori qo'shishlikka. Epla olasan, qilasan, bor. Bering mashinangizni yuvsin bir amatda. Yuvib bo'lgandan keyin bilasiz qanaqa bo'lishini. Zato yuvdi-da. Dadamning mashinasini men nima qildim deydi? Yuvib berdim deydi. Tushunarliga birodarlar. O'ziga ishonchi ortishiga yordam beraylik. Nimanidir yuklaydi ularga. Demak, bolasini ortiq darajada ehtiyot qilib, ularni mas'uliyatli bo'lishga odatlantirmagan ota keyinchalik bolasini o'zini nuqsonli his qilishiga sabab bo'ladi. Bering, qilsin, buzsin, tuzatsin, eplasin, o'rgansin. Oshiqcha erkalatilingan bola, taltaytirib katta qilingan bolani jamiyat qabul qilmaydi. Sinfdoshlari ham qabul qilmaydi bunaqa bolani, jo'ralari ham qabul qilmaydi, hayot ham qabul qilmaydi. Avvalgi darslarda aytib o'tganmiz, xalifa Muaviyat ibn Abu Sufyon nihoyatda bir xushyor, halim, zakiy kishilardan edi. Bu kishini halimligini sinashlik uchun ikkita odam garri o'ynadi. Bir bolaga aytishdiki, xalifa minbarga chiqib ketayotganda bir qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Ya'ni g'azab qiladimi bu qilgan beadabligiga yoki halimligi tutadimi? Hali bola shuna qildi. Xalifa minbarga chiqib ketayotdi, haligi bolaga ko'zi tushib qoldi xalifani. Ko'zini shunday qisib qo'ydi xalifaga qarab. Xalifa aytdik, xushyor odam edi. Daholardan edi bu kishi. Bunga kimdir o'rgatib dedi-da, parvo qilmadi. Shu qilgan ishiga jazo olmadi. Shu yigit keyinchalik boshqa xalifaga shunday qilib ko'zini qisuvdi, bu xalifa uni qatl qilishga buyurdi. Odamlar aytishdi, bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi, Muaviyat ibn Abu Sufyon qatl qildi deydi. Nimaga? Shunday qilgan ishiga parvo qilmasdan o'z holiga tashab qo'ygan edi. Shuning uchun farzandlarimizni jamiyat qabul qilmaydigan darajada taltaytirib olgan bo'lsak, ularni jamiyat qabul qilmayapti emas, biz o'zimiz qabul qilmaydigan qilib qo'ydik. Bu ayb kimda? O'zimizda. Taltaytirib boqasiz, patinkasi bilan kirib kelaveradi gilomni ustidan, to'shak ustidan, ovqat usti xoliganini qiladi. Indamagansiz, odob bermagansiz, qarindoshga olib bordingiz bu bolani. Xuddi o'sha ishini qilaveradi, patinkasi bilan gilomga chiqib ketaveradi. Ular shu bolani yomon ko'radimi? Yo'q. Otasini yomon ko'radi. Rahmat kimga aytilinadi? La'natchi? Padaringga la'nat. Mana qildi-ya deydi. Yoki otangga rahmat, shunday qilib tarbiya bergan deydi. Rahmat olib berayotgan bo'lsa ham, la'nat olib berayotgan bo'lsa ham, bu o'zimizni qilgan xizmatimizning samarasi. Qarang, salaf solihinlarda biz hozir o'qiyotgan tarbiya ilmi, tarbiya programmalari, manhajlari bo'lmagan ekan. Bizga o'xshab ko'p eshitmagan ekan. Kitoblar qo'lida alohida tarbiya haqida yozilgan kitoblar bo'lmagan ekan, lekin tarbiyani zo'r qilgan ekan ular. Ular bilganiga amal qilgan ekan. Bizga o'xshab ko'p narsani eshitib, tashab qo'ymagan ekan. Masalan, o'sha bolasini taltaytirib olgan odam bolasini qiynashini xohlamaydi-da, maktabda baholar yaxshi bo'lmayapti desa, parvo qilmaydi. Mayli, keyingi yil yaxshi o'qib ketadi deydi. Bir yil yaxshi o'qimasa, keyingi yil qanaqa qilib o'qiydi? O'zi umuman ishi ham bo'lmaydi, hozirlar maktabi bilan o'qib nima olarding deydi. O'rtoqlari oliy baholar bilan maktabni bitiradi, bola orqada. O'rtoqlari jamiyalarga kiradi, bola orqada. O'rtoqlari bir qandaydir bir mutaxassislik egasi bo'lib, biri vrachmidi, advokatmidi, yuristmidi yoki injener bo'ladi, bola orqada.
doim orqada. O'zini boshqalardan nuqsonli his qiladi. O'zini past deb biladi boshqalardan. Nima uchun? Ota-onasi mana shunday bo'lishiga yo'l ochib bergan va tek qo'ygan. Farzandni o'zini nuqsonli his qilib olishining yana bitta sababi qattiqqo'llik. Ortiqcha qattiqqo'l. Ozgina xato qilsa so'kish eshitadi. Ozgina adashsa kaltak yeydi. Kaltak yoradi, so'kish eshitaveradi, oxiri nima qiladi? Qo'y deydi, qilmaydi, jim o'tiradi deydi. Endi qarang, avvalgi darsda aytdik. Har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon sifat o'rtasida turar ekan. Tortinchoqlik bilan surbetlik o'rtasida jur'at turadi. Tortinchoqlik bu bitta ayb, surbetlik ayb, ikkalasini o'rtasini olsangiz jur'at bo'lar ekan. Endi xuddi shunga o'xshagandek, qattiqqo'llik bir tomonda yomon sifat, kaltetirib yuborishlik yomon sifat, shuni o'rtasi yaxshi. O'rni kelganda yaxshi ham gapirasiz, o'rni kelganda xatosini tuzatib ham qo'yasiz. Har qanday yaxshi fazilat ikkita yomon fazilatni o'rtasida turadigan narsa. Tema, ushama, buzib qo'yasan, qo'lingdan kelmaydi, eplolmaysan, tek qo'y, akangga ber, ushama. Doim shunaqa bo'lavergandan keyin, qattiqqo'llik qilinavergandan keyin bola o'ziga o'zi nima qilmay qo'yadi, ishonmay qo'yadi. Kullu ibn adama xatto'un va xayrul xatta'ina at-tawwabun dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Odam bolasi borki xato qiladi. Odam bolasi borki xato qiladi. Xato qiluvchilarni yaxshisi tavba qiluvchisi. Qarang, ota bolasini komil inson qilib tarbiyalashni xolasa tayyor tursin. Nimalarga tayyor tursin? Bolasini xato qilishiga, bolasi bir narsani buzib qo'yishiga, birorta ishni bir noto'g'ri qilib qo'yishiga tayyor tursin. O'chirib olasiz telefoningizni. Xo'p, siz orqaga qaragan bola. O'chirib, omonat sizga. Bu ma'da bolalarda bor mana shu darslar. Hali yozuvimiz bormadi. Turibdimi? Bu yoqdagilar ko'rmay qolmasin deb bu yoqqa ham xato qiladi bola, tayyor turish kerak. Kim xato qilmaydi? Hech narsa qilmagan xato qilmaydi. Kim qoqilmaydi? Yurmayotgan odam qoqilmaydi. Shuning uchun xato qilishga tayyor turing. Nima o'zidan o'tmaganmi xato? O'zidan o'tmaganmi? O'zidan ham o'tgan. Shu qo'liga pulni berib bor. Olmabdi yoki bo'lmasa onorab kelib jo'nat. Men riskovat qiling shu 5-6 so'm pulga. Olib keldi, achchiq onorda olib ketdi. Sen odam bo'lmaysan o'zing. Sirazi shuna deb boshlaymiz. Yo, avval olib kelganiga maqtang. Barakalloh o'g'lim, bozorga borib olib kelibman o'zi, katta bo'lib qoldi o'g'lim. O'zi rasvo bu yoqda. Qo'yga beradigan onorda olib keldi. Lekin olib keldi-da, qana qilib oldingiz o'g'lim, mana qilib oldim, mana qilib oldim. So'rang, o'rgating, qilgan xatosini keyin tushuntiring. Bizda sirazi oxirgisi, obor. Nima qilib kel? Ha. Boshida o'tganlar biladi buni. O'zi zo'rg'a borib olib kelgansan, yana qaytarib bordi. Qana qilib olib boraman deydi. Qaranglar-da, biz tarbiya bilan shariat bizdan talab qilgandek shug'ullanmaymiz chiqasimiz. Ehtimol bordir ayrim odamlar, lekin shariat talab qilgandek tarbiya bilan shug'ullanmaymiz ekan biz. Bolani o'zida bola o'zini nuqsonli his qilmasligi uchun, boshqalardan past, kamman demasligi uchun bolaga qazoyi qadarga bo'lgan e'tiqodni ta'lim berish kerak. Qazoyi qadar nima ekanligini o'rgatish kerak. Avval ota-ona o'zi bilish kerak qazoyi qadar nimaligini. Qiyomat kunida Alloh taolo bir bandasiga aytadi: "Abdi, a'taytuka malan, famaza sana'ta fihi?" Bir bandaga aytadi: "Ey banda, men senga mol-u davlat bergan edim. Nima qilding shu mol-u davlatni?" Banda aytadi: "Robbim, mendan keyin bolalarim kambag'al bo'lib qolmasin deb qo'rqib, bu pulni ishlatmadim shu narsaga" dedi. Bola chaqamga qoladi deb pul to'playotganlar. Alloh taolo aytdi: "Alam ta'lam bi anni ana ar-razzaq zul quwwatil matin?"
Innalladhi khashitahu ala awladika min ba'dik qad anzaltahu bihim. Ey bandam, axir meni Razzoq ekanligimni, quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Diqqat. Sen bolalaringga o'zingdan keyin yetib qolishidan qo'rqqan narsangni, faqirlikni men ular ustiga tushirdim. Bolam mendan keyin qiynalib qolmasin deb turib, ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullanmayotgan, Allohni tanitmayotgan, faqat pul topib qo'yayotgan otalar eshitib qo'ysin. Sen qo'rqqan narsani bolalaring ustiga tushirdim, kambag'al qilib qo'ydim bolalaringni deydi. Alloh taolo yana bir bandaga aytadi: "Abdi, a'toytuka malan, famaza sana'ta fihi." Ikkinchi bandaga ham xuddi shu gapni aytayapti. "Ey banda, senga pul berganman, nima qilding?" Banda aytadi: "Ey Robbim, seni eng yaxshi saqlovchi zot ekanligingga, Arhamar Rohimin ekanligiga bo'lgan iymonim sababli molimni hamma miskin bechoralarga tarqatdim, infoq qildim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Ey bandam, sendan keyin farzandlaringni saqlovchi men edim" dedi. Shuning uchun farzandlarini kelajagi haqida g'am qilgan ota-ona Allohdan taqvo qilib yashasin. Shuni o'zi kifoya qiladi. Ammo Allohni tanimasdan, bolalariga ham Allohni tanitmasdan, faqat dunyo imorati va mol dunyosini qilib berayotgan otalar xushyor bo'lsin. Alloh qodir zot har narsaga. Xizr payg'ambar bilan Musa payg'ambar ikkita yetimni devorini urdimi? Nimaga urdi? Tagida xazina bor edi. Bu devor ikkita yetim bolaniki edi. Agar devor yana nur ursa, xazina ochilib qolib, bolalar ega bo'la olmay qoladi, tolomon qilishib yuboradi odamlar. Ammo Alloh azza va jalla bu ikkita yetim bolani ota-onasi solih inson bo'lganligi uchun ikkita payg'ambarni xizmatga solib qo'yapti, birodarlar. Tushunarlimi? Demak, bola o'zini nuqsonli his qilmasligi uchun, boshqalardan kamman demasligi uchun, qo'rqoq, jur'atsiz bo'lmasligi uchun qazo qadar nimaligini o'rgatish kerak bolaga. Bolam qo'rqma. Sendan faqat ishni qilish sabab, natija Allohdan bo'ladi. Va bu bo'lgandan keyin demak Alloh shuni xohlagan ekan. Endi ota-onalarga o'rgatish kerak o'zi qazo qadarga bo'lgan iymon. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astag'idu billah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Alloh yasir. Mana shu qazo qadar haqida. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Likay la ta'saw ala ma fatakum va la tafrahu bima atakum vallohu la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysizlar va Alloh ato etgan narsa bilan shodlanib, havolanib ketmagaysizlar. Alloh barcha kibr havoli, maqtanchoq kimsalarni suymas. Demak, xulosa qazo qadar nima ekanligini ota-ona o'zi o'rganib bilishligi kerak. Bunga bo'lgan iymonini mustahkamlashligi kerak va bu narsani farzandlariga ham ta'lim berishligi kerak. Bolaga ishonchni singdirishligi uchun, o'ziga bo'lgan ishonchni kuchaytirishlik uchun shoshilmaslik kerak. Odob berishlikda tadrij, bosqichma-bosqich ish tutishlik kerak bo'ladi. Masalan, bolangizga nasihat qilsangiz, ta'sir qiladigan bo'lsa, so'kmang buni. Nasihat yetadi. Endi so'ksangiz, foyda qiladigan bo'lib turgan paytda urmay turing. Endi ursangiz, foyda qiladigan bo'lib turgan paytda uydan haydab chiqarib olmang. Qaytaramiz: nasihat, so'kish, urish va uydan. Mana shu eng yomon narsa. Oxirgisi uydan haydab chiqarishi yomon narsa. Chunki uydan haydab chiqarsangiz, uni orqasidan keladigan narsa yomonroq bo'ladi. Chunki bola ko'chada qolsa, u yolg'iz qolmaydi. Uni xaridorlari albatta chiqadi. Har xil qing'ir qiyshiq yo'llarga yetalab ketadigan xaridorlar albatta chiqadi. Internetga tashab qo'ygansiz, telefoniga, WhatsAppiga, WeChat'iga topshirib qo'ygansiz, xohlagan odam bilan gaplashgan. Siz uni tarbiyalamadingiz, boshqalar tarbiyalab ketib qoldi. Agar uydan haydab chiqarishlik oxirgi chora deb aytsak, bu noto'g'ri chora.
o'zi chora emas. Sababi ana shu avvalgi darslarda aytganmiz. Bir bolani otasi uydan haydab chiqardi, chiqib ketdi, o'g'illar to'dasiga qo'shilib qoldi. O'g'li qilgani borishdi, bu bolani ko'chani qarab turishga qo'yishdi. O'g'illik qilishdi, ketishdi. Keyin bu o'g'illarning to'dasi tutildi-da, taftish mahkamasida uni ham ismi aytilindi, uni ham chaqirishdida, saudchasnik deb, uni ham qamashdi. Shuning uchun uydan chiqarib yuborishlik, uydan haydab chiqarishlik bu yechim emas. Ayniqsa bizning zamonimizda. Avvalgi davrda odamlarning ko'pi dindor bo'lganligi uchun ko'chada qolgan bo'lsa, yetalab uyga olib kirib qo'ygan. Yur. Xato qilgan bo'lsa, otang kechiradi deb turib yetalab olib kirib qo'ygan odamlar bo'lgan. Hozir hech kim bilan hech kim ishi yo'q. Uydan haydab chiqarib yuborish yo'q. Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttirishlik uchun qilinish kerak bo'lgan bitta ish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ixshavshanu fa inna ni'ma la tadum." Soddalikka, to'porilikka odatlaninglar. Zero ne'mat doim bir xil bo'lavermaydi. Haligi bolani oshiqcha talt ettirib yuborish, ortiqcha erkalatib yuborish, ortiqcha po'palab yuborishlik o'ziga bo'lgan ishonchini yo'q qilib qo'yadi dedikmi? Endi shuni aksi. Ancha-muncha uyda go'sht bo'lmay qo'yaversin. Ancha-muncha ovqat bo'lmay ham qo'yaversin. Aqlli, xushyor ota ayrim kunlari ovqatni qisibroq qo'yadi. Yo'qligidan emas, bor bo'lib turib ham. Chunki bola o'zini nafsini tarbiya qilishligi oson bo'ladi shu bilan. Ayrim kunlarda kechki ovqat bo'lmay qo'yaversin. Yo'q bugun ujin. Kechki ovqat yo'q bugun. Nima qilamiz? Non choychi yotib olamiz. Hech narsa bo'lmaydi. O'lib qolmaydi bir kun, yarim kun. Och qolsa, ozgina qiylansa, och qolgan odamlarning holiga yetadi. Ammo doim mo'lkonchilik bo'ladigan bo'lsa, bilasizmi nima bo'ladi? Bolasini oshiqcha sarf-xarajat bilan talt ettirib, erkalatib katta qilgan otani uyida biror narsa bo'lmay qolsa birar kun. Bola bu narsaga odatlanmagan. O'zini jilovlay olmaydi. Bilasizmi? Agar sarf-xarajatni oshiqcha qilib, mo'l ko'lchilikda boqilgan farzand birdaniga otasini qo'lida pul yo'q bo'lib qolsa, ikkita ishdan bittasi bo'ladi. Bu bola harom ishlarga qo'l urishni boshlaydi yoki odamlardan ta'ma qiladigan ta'maga kirib qoladi. O'zi eskidan qo'lida bir davlati bo'lib kelgan odamlarni qarasang, bolalarini ja talt ettirib olmaydi. O'rtacha yuraveradi deb qo'yadi. Endi kecha bo'lganlarni qarasang, va shu bilan buziladi bolaning tarbiyasi. O'zi student kambag'al bo'ladi deymiz-ku doim. Mana yaxshi narsa. Chunki shu yo'qchilikni ko'rib katta bo'lishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Iyyakum vat-tana'um fa inna ibadallohi laysu bil mutana'imin." Ne'matlarga berilib ketishlikdan, huzur halovatga kirishib ketishlikdan ehtiyot bo'linglar. Zero Allohning bandalari huzur halovatga berilgan bo'lmaydi. Demak, to'porilik deganda biz borini yeb ketaverish, borini kiyib ketaverish, bori bilan kunda o'tkazib ketaverish, juda ham komfortni talab qilmaslik. Mana shu narsa bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradigan sabablardan. Qaranglarda, Alloh taolo Qur'onda siz bilan bizga ta'lim berdi. Payg'ambarlarning hayoti bilan. Hamma payg'ambar hamchi boy badavlat yashamagan. Biz ibrat olaylik, dars olaylik. Shu uchun Alloh taolo payg'ambarlarning hayotini mashaqqatli qildi. Muhammad alayhissalom yetim qoldimi? Yetim qoldi. Bobosining qo'lida qoldimi? Qoldi. Amakisining qo'lida qoldimi? Qoldi. Abu Tolibning bolalari ko'p edi. O'zi kambag'al edi. Ovqat oz bo'lar edi, bolalar ko'p edi. Qorin och, ovqatni olib kelganda bolalar hujum qilardi ovqatga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh bergan odob bilan bir chekada turardi. Qorni och qolib ketardi mana shu odobi tufayli. Mashaqqatmi? Rasululloh sal ishga yarab qolganda qo'y boqdimi? Habibi, o'zini eng yaxshi ko'rgan bandasi Muhammad alayhisalomni borchilik, yo'qchilik bilan Alloh taolo tarbiya qildi. Shuning uchun jat talt etib yormaylar bolalariga. Dada mana qanaqa telefon chiqibdi. Men o'g'lim. Dada mana qanaqa narsa chiqibdi. Men o'g'lim. Bo'lmaydi. Bor yo'qchilikka odatlantiraylik. Qo'limizda to'liq toshib ketayotgan bo'lsa ham. Chunki hamma yo'g'ini sirazi muhayyo qilib berishlik bolani buzadi tarbiyasi.
Addabani robbi fa ahsana ta'dibi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Robbim menga odob berdi va odobimni chiroyli qildi. Bolani nuqsonli his qilishi o'zini boshqalardan past ko'rishligini yana bitta sababi ota-ona bolalarda ayirishi o'rtasida. Bir bola bor, zehnlik, yana bitta bolangiz bor, unchalik emas. Bitta bolangiz quvvatli jismonan yo'g'on, ikkinchisi kichkinaroq. Bitta bolangiz chiroyli, ikkinchisi o'rtacharoq. Agar zehni past bo'lganda, chiroyli bo'lmaganda, jussasi kichikroq bo'lganini chekiga suraversangiz, mana shu ash-shuur bin naqs, o'zini nuqsonli his qilishlik, mana shu shuur kuchayib ketadi. O'zini otasi surib turgan bo'lsa uni, sen pastsan deb turgan bo'lsa, qanday qilib bu shuurni qalbida paydo bo'lmasin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Savu bayna avladikum fil atiyati." Atolarda, sovg'a salom infoq qilishda bolalarni teng qilinglar. Albatta bitta bolangizni ko'proq yaxshi ko'rasiz, u bor u. Kenjasimi, kattasimi, o'g'lingizmi, qizingizni bittasini yaxshi ko'rasiz, oshiqcha. Ammo buni ko'rsatib qo'yishlik yaxshi emas. Buni zohir qilishlik yaxshi emas. Muomalada hammasini teng ko'rishlik kerak bo'ladi. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan keltiriladi. Darsimizning nihoyasi. Nu'man ibn Bashir aytadi: Otam meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga olib kelib aytdi: Inni nahaltu ibni hada g'ulaman kana li. Mana bolamga dedi bitta g'ulomimni hadiya qildim dedi. Mana o'g'limga bir g'ulom bor edi, xizmatkor, shuni hadiya qildim dedi. Qola Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Akulla waladika nahalta mithla hada?" Hamma bolalaringga shunga o'xshagan narsani berdingmi dedi. Otasi yo'q dedi. Qaytarib ol uni dedi. Hech qaysi bolasiga qilmagan muruvvati bitta bolasiga qiluvdi, payg'ambarimiz qaytarib oldi. Ittaqulloha wa'dilu bayna avladikum. Faraja abi faradda zalika sadaqata. Payg'ambarimiz aytdilar: Allohdan qo'rqinglar. Allohdan qo'rqinglar. Farzandlaringiz orasida adolat qilinglar dedi. Shuning uchun qarangda, kenja bolangizga ko'proq bir narsa ko'tarib kelasizmi? Yoki hammasigami? Faqatgina bitta bolangizga shu qandmidi, shokoladmidi ko'tarib kelaversangiz, narigilar nima bo'ladi? Aytmaydi hech qaysisi. Innamaydi, lekin ko'ngli cho'kib qoladi. Aka-uka tortishib keldi, akaninglar uraverasiz. Akaninglar uraverasiz. So'ramasdan adolat kim tomondaligini. Yana bir rivoyatda akullahum wahabta lahu mithla hada. Hamma bolalaringga shunaqa narsani berdingmi dedi, yo'q dedi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Fala tushhidni idan fa inni la ashhadu ala jawr." Hamma bolalaringga berdingmi? Yo'q. Meni bu ishga guvoh qilma dedi. Men javrga dedi, adolatsizlikka guvoh bo'lmayman dedi. Shuning uchun bolalarimizni ko'nglini cho'ktirib, o'zini nuqsonli his qilishiga sabab bo'ladigan ishlardan bittasi bolalarni nima qilish ekan? Biri ikkinchisidan ayirishlik. So'ngra aytdilar: "Ayasurruka an yakunu ilayka fil birri sawa." So'ngra aytdilarki, payg'ambarimiz Bashirga: "Ey Bashir," dedi. "Senga yaxshilik qilishda farzandlaringning hammasi teng bo'lishini xohlaysanmi?" dedi. "Hamma farzanding senga bir xil yaxshilik qilsa, mana shu narsa seni xursand qiladimi?" dedi. "Ha" deb javob berdi. "Idan fasawwi baynahum fil ata." Unday bo'lsa, yaxshilikni ham hammasiga bir xil qil dedi. Aqlli ota hech qachon bolalarini o'rtasini ayirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida bir odam o'tirgan edi. Bu hadis Anas ibn Malikdan. Payg'ambarimiz oldida bir kishi o'tiruvdi, kichkinagina o'g'ilchasi keldi. Haligi odam o'g'lini olib, peshonasidan o'pib, quchog'iga o'tkazdi. Sal turib, shu odamni kichkina qizchasi keldi. Hali qizni o'pmadi, quchog'iga o'tkazmadi, shat ro'parasiga o'tirmagan, o'tkazib qo'ydi. Ayirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rib turib, ularga tenglik qilsang bo'lmaydimi dedi. Ularga bir xil muomala qilsang bo'lmaydimi dedi. Hatto mana shu o'pib erkalatishi, quchog'iga o'tkazishida bir xil muomala qilmasa, payg'ambarimiz adolatli ish qilmading deb aytayapti. Allohdan o'g'il so'rading, qiz berdi. Qiz so'rading, yana o'g'il berdi. Nima, u o'g'il o'zini his qilyaptimi?
Bolangni zehni pastroq, nima o'zini shunaqa bir zehnsiz qilyaptimi? Allohning berishi edi. Ayirmaslik kerak bolalar. Ayirmaslik kerak. Demak, birodarlar, bolalarimiz jur'atli, o'ziga ishonchi bir kuchli bo'lgan farzandlar bo'lishligi uchun uzoq mehnat qilishimiz va uzoq sabr qilishimiz siz bilan bizdan talab qilinadi. Shunda shoyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'zini quvontirgan ummatu Muhammadni tarbiyalagan bo'lsak. Aqulu qawli hada